ko'pchilikda protein olgan sharoiti yo'q. Men sizlarga shu uchala mahsulotdan 30 gramm oqsil olib beraman va qanday pishirganingizni ham mazali bo'lishligini o'rgataman. Siz ungacha menga obuna bo'lib qoling. Bizga kerak bo'ladi 2 dona tuxum, qovoq urug'i, ofsanka, ko'k piyoz. Birinchi qovoq urug'ini 15 gramm tortib olamiz va ofsankadan ham 60 gramm tortib olamiz. Ofsankani 3 kunimiz chovir, ko'k piyozni maydalab to'g'rab olamiz. Va bitta idishga solamiz ofsankani va ko'k piyozni ham ustiga solamiz. Qovoq urug'ini ham tepasiga solamiz. 2 dona tuxumni chaqamiz. Ta'bimizga ko'ra tuz solamiz. Yaxshilab aralashtirib olamiz shu holatga kelgungacha. Pirovkani qizdirib, 1 osh qoshiq olif yog'i qo'shamiz va hamma joyga tekkizib olamiz. Solib, bir xilda yoyib chiqamiz va 2-3 daqiqaga yopib qo'yamiz. Tayyor bo'lgandan so'ng, siz ham shu holatni takrorlang. Bir tarafini aylantirib, ikkinchi tarafini solib, 2-3 daqiqaga yopib qo'yasiz. Qarabsizki, tayyor. Siz menga obuna bo'lib qo'ying. Shunaqa foydali ma'lumotlarni ulashib turaman. Qilib ko'rib mazasiga baho bering.